Assalomu alaykum. Ayni vaqtda biz Samarqand viloyati Urgut tumani Dehqonobod mahallasidagi Abdusaid Ko'chimov kutubxonasidamiz. Ushbu kutubxona faoliyat boshlaganiga hali ko'p bo'lmadi, ammo bu yerdan kitobxonlarning qadami uzilgani yo'q. Negaki kutubxona yoshlar uchun kerakli barcha shart-sharoitlar bilan ta'minlangan. Abdusaid Ko'chimov nafaqat ushbu kutubxona bunyod etilishiga sababchi bo'lgan inson, balki o'z asarlari bilan millionlab qalblarga yo'l topgan ijodkordir. U kishi tug'ilgan Dehqonobod mahallasi markazida bunday maskanning barpo etilishi bejiz emas. Bir kuni Abdusaidning uyiga borib qoldim. Toshkentda uyda yotib, ikkalamiz suhbat qurib, uy to'la kitobda hammadan kitoblar bor. Kitoblarni ko'rib nima qilasan buni? Yerga yig'ib, bolalaring o'qimasa deganiga shu yer yaxshi aytdi. Mana ko'p vaqtdan beri o'ylayman bu kutubxonani qilmoqlashim dedi. Shu xabaring bor, otamni yonida bir tomorqa bor. Shu tomorqani bir kutubxona qilsamda, el xalq manfaatdor bo'lsa degan taklif aytib qoldi. Shu bilan hashar yo'li bilan boshlanib ketdi. Ishlar mana shu kutubxona bitdi. Kutubxonaning ochilish marosimini qildik. Butun respublikadagi mohir jurnalistlar, senatorlar keldi. Institutimiz rektori Xolmurodov keldilar. Shunday qilib, ochilish marosimi bilan hozirgi kunda bu kutubxona juda elga, xalqqa manzur bo'ldi. Javonlardagi minglab kitoblar orasida jahon durdonalari hamda o'zbek adabiyotining eng sara asarlari joy olgan. Bu yerda kitobxon nafaqat mutolaa qiladi, balki ma'naviy hordiq ham oladi. Dunyoda hech qachon xiyonat qilmaydigan, aldamaydigan va hamisha odamzodga o'zini hech qanday betama maslahatlarni ayamaydigan juda ulug', juda dono alloma bu kitob bo'ladi. Kitob paydo bo'lgandan buyon odamzodni shakllanishi, rivojlanishi, jamiyatning rivojlanishi, buni hammasi kitob bilan bog'liq. Qayerdagi kitobni kim ko'p o'qigan bo'lsa, kim kitob bilan do'st bo'lgan bo'lsa, o'sha odam birinchi navbatda hech qachon kimlarnidir oldida uyalmagan va shunday kitobxon yurt va shunday kitobxon mamlakat boshqa mamlakatlarga nisbatan, boshqa millatlarga nisbatan hamisha eng balandda bo'lgan. Va o'sha dunyoda bo'ladigan o'zgarishlarni oshini ham ana shular amalga oshirgan. Mana biz jadid deymiz. Jadid kim edi? Birinchi navbatda jadidlar kitob o'qiydigan odamlar edi. Agar ular kitob o'qimaganda edi, millatni uyg'otish kerak. Millat erkin yashashi kerak. U o'zini kimligini anglashi kerak degan savollarni o'ziga bermagan bo'lar edi va odamlarni ana shunday ruhga otlantirmagan bo'lar edi. Mana bugungi kunga qaraydigan bo'lsangiz, rivojlanayotgan yoki rivojlangan mamlakatlarni ham ildizi, rivojlanish ildizi, bulog'i o'sha kitobga taqaladi. Uzoqqa borish shart emas. Mamlakatimizda hamma shahar va qishloqlariga kirib, qaysidir ma'noda o'zini tajribalari bilan o'rtoqlashib turgan Xitoylarni o'zini olib qarasangiz ham xuddi shu narsaga guvoh bo'ladi. Xitoy bugun dunyoda eng tez rivojlanayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Vaholanki 1,5 milliard odamni boqish, 1,5 milliard odamni rozi qilish hayotdan va ularni ertasi kuniga katta ishonch bilan qarashga undash bu oson gap emas. Ba'zi davlatlarga qaraydigan bo'lsangiz, endi otini aytsak to'g'ri bo'lmaydi. Bir arava aholisi bor. Lekin yillar davomida urush, janjal yoki bir kun ko'rpasi oyog'iga tushsa boshi ochilib qoladi, boshiga tortsa oyog'i ochilib qoladi. Bu o'sha ilmsizlikdan bo'ladi. Nima uchun bugun endi kelib
mamlakatimiz rahbari, hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev kitob o'qinglar deyaptilar. Ilm, ilm, ilm deyaptilar. Bilim, bilim, bilim deyaptilar. Muallim bu bekorga emas. Bu qachonki biz mana shu bobolarimiz, jadid bobolarimiz yoki dunyoda bugun inqilob yashayotgan ulug' katta davlatlardan kam bo'lmasligimiz uchun, jadid bobolarimizni ishini rivojlantirishimiz uchun kitob o'qishimiz kerak, ilm olishimiz kerak. Endi qishloqlarimizda ilmga chanqoq, ilmni qadr qimmatini tushunadigan va biladigan farzandlarimiz, yoshlarimiz Xudoga ming qatla shukr juda ko'p. Ularga sharoitlar ham yetarli. Lekin bugun dunyo shundayki, har kuni bir yangilik bo'lib turibdi. Yaqinginada sun'iy intellekt masalasini oladigan bo'lsak, ko'pchilik uchun bu g'aroyib bir narsaga o'xshab tuyulardi. Bugun sun'iy intellekt dunyodagi odamlarni ishini yarmini bajarib turibdi hozircha. Hademay umuman ko'p narsalar o'zgarib ketishi hech gap emas. Chunki ilm odamlari, ilmni tushungan odamlar bu masala bilan shug'ullanyapti. O'sha ilm olgan odamlarda, katta kashfiyotlar qilayotgan odamlarda bundoq tarixi bilan, tarjimai holi bilan qiziqib qarasang, o'shalarning aksariyati katta shaharlarda va kichik joylarda tug'ilib, olis qishloqlarda tug'ilib voyaga yetgan odamlar ekaniga guvoh bo'ladi odam. Bu degani mana o'zimiz qishloq ham, biz yashab turgan joy ham, shu yerda tug'ildik, shu yerda o'sdik, o'qidik, o'rgandik. Qancha bu qishlog'imizdan hurmatli odamlar yetishib chiqqan, turli sohalarda egalari yetishib chiqqan, hali juda ko'p yetishadi. Qancha jurnalistlar bor, yozuvchilarimiz bor qishlog'imiz o'zida. Tumanimiz miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, 30 dan ziyod O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasini a'zosi bo'lgan, soddaroq qilib aytganda, tushunarliroq bo'ladigan bo'lsak, hujjatli yozuvchilar bor, shoirlar bor. Unga juda ko'plab gazeta, jurnallarda ishlayotgan qalamkashlarimiz, jurnalistlarimiz, radiolarda ishlayotgan, televideniyada ishlayotgan jurnalistlarimiz bunga kirmaydi. Agar bularni hammani hisobga oladigan bo'lsak, shu sohani o'zida shug'ullanib yurganlar 50 dan ortadi bitta qishloqda. Bu borlari, hali maktabda o'qiyotganlari, institutda o'qiyotganlarini ham erta-indin qo'shadigan bo'lsak, juda katta manzara, juda katta raqamlar paydo bo'ladi. Faqat adabiyot emas, matematika, ximiya, biologiya va hokazo umuman ilm fanni hamma sohalari bo'yicha shug'ullanayotgan, ilm qilayotgan va o'zini mehnati bilan ishlayotgan joyida ham, sohaga ham munosib hissasini qo'shayotgan ham qishloqlarimiz bor. Lekin bu qishloqning nufuzi uchun yetarli emas. Bugun bizning yoshlarimiz o'sha dunyodagi eng top 10talik deymiz, 100talik deymiz va hokazo institutlarda, universitetlarda o'qishi kerak. O'qishga arziydi. Faqat bizning vazifamiz mana shu yoshlarga qo'limizdan kelguncha investitsiya kiritishimiz kerak. Investitsiya degani ularni ilmga, bilimga, kitob o'qishga, jahondagi yangiliklarni o'z vaqtida tahlil qila olishga undaydigan sharoitlarni qilishimiz kerak bo'ladi. Kutubxona ana shu yo'nalishda eng asosiy badiyroq qilib aytadigan bo'lsak, ular kelib shu yerdan suv ichadigan bir chashma bo'lishi kerak bo'ladi. Bu yerda men xursand bo'lgan joyim shundan iboratki, kutubxonada 20 dan ortiq zamonaviy kompyuterlar bor. Bu kutubxona Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi bilan, uni bazasi bilan bog'langan. Ayni chog'da Navoiy kon-metallurgiya kombinati universitetini nihoyatda boy kutubxonasi bor. Bu bugungi kundagi axborot texnologiyalari vositasi bilan o'rganiladigan hamma imkoniyatlarga ega bo'lgan
joylarda men aytyapman. Mana shunday sharoit hozir shu yerda bor. Bizni niyatimiz, bizni orzuyimiz bolalarimiz, hamqishloqlarimiz, farzandlarimiz faqat bu qishloq emas. Butun shunga qiziqadigan atrofdagi barcha vatandoshlarimiz boshqalardan kam bo'lmaydigan, boshqalarda o'rnak bo'ladigan bo'lishini orzu qilamiz. Ular kelishlari kerak, o'rganishlari kerak, o'qishlari kerak. Hozir mana shu yerda o'tirib, bemalol dunyoni istalgan joyidagi eng aziz kitoblarni topishi, o'qishi va kerakli o'ziga ma'lumotni olish imkoni bor. Endi bu kutubxona o'z faoliyatini endi boshlab turibdi. Hali qilinadigan ishlar nihoyatda ko'p. Hozirchalik bu yerdagi bolalarimiz, o'quvchilarimiz asosan kelib kitobni o'zlari manbalardan foydalanib turishibdi. Lekin bu kutubxona imkoniyatlarini 100 ta deb ataydigan bo'lsak, bu bir 4-5 tasi xolos. Biz bu yerga juda chuqur ilmlik bugungi programmistlarda internet ustalarini mana shu dunyoda bo'layotgan voqealarga baho bera oladigan va bolalarni qiziqtiradigan shu sohani bilimdonlarini jalb qilishimiz kerak. Bu yerda konkurslar o'tkazishimiz kerak yoshlarni ilmga qiziqtirish uchun. Bu yerda ham viloyatdan yetishib chiqqan, ham boshqa joylarda mashhur bo'lgan odamlar bilan yoshlarimizni uchrashuvlarini tashkil qilishimiz kerak. Sababi 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deydi. Odamlarki, tajribali odamlar, akademiklar, ilm odamlari, adiblar kelib o'zlari ham o'z hayotlari bilan, tajribalari bilan, boshdan o'tkazganlari bilan ham bugun dunyoda bo'layotgan voqealar bilan bog'lab farzandlarimizga masalani mohiyatini, o'qish nimaligini tushuntirib bersalar, bu 2 barobar, 3 barobar ta'sir qiladi farzandlarimizga. O'shaning uchun ham hali bu kutubxonada qiladigan ishlarimiz nihoyatda ko'p. Lekin men imonim komil, ilmga qiziqish sharoit bor joyda albatta bo'ladi. Biz hozir bu o'shani bir uchqunini, bir uchqun tarzida bu turibdi. Nasib bo'lsa bu katta gulxan bo'lishini orzu qilamiz. Bu yerda keladigan, bu yerga intiladigan yoshlarimiz juda ko'payishini orzu qilamiz. Va shu yerda o'zlarini orzulariga yetish uchun bir qadamdir, bir qarishdir agar naf oladigan bo'lsa, biz maqsadimizga qaysidir ma'noda erishyapmiz deb xursand bo'lamiz. Shuning uchun Samarqandda bir qancha universitetlar bor, texnikumlar bor. Bizning Urgutimizda ham mana Samarqand davlat universitetining bo'limi bor, filiali bor. Bu ana o'shalar bilan aloqalarimizni mustahkamlashimiz kerak. Men juda istayman, mana sizlar ta'lim olayotgan institutni talabalari, gap bu yerda faqat adabiyot yoki bo'lmasam jurnalistika haqida emas. Shuni doimo eslatishimiz kerak. Bu yerda hamma sohaga oid adabiyotlar yig'ishga harakat qilyapmiz. Ximiyaga oid ham, fizikaga oid ham, matematikaga, tilshunoslikka, tarixga, siyosatga, jurnallar va hokazolarda ko'paytirish niyatimiz bor. Demoqchi bo'lganimki, shu talabalarimiz ham, universitet talabalari, sizlarning universitetlarning talabalari qani edi kelishsa, ko'rishsa, o'rganishsa, o'rgatishsa, bir-birlariga aytishsa, chunki bir kishi ko'p dong'i chiqmaydi, ko'p bo'lmaguncha. Ko'p bo'lgandan keyin uni dong'i chiqadi, changi ham chiqadi. Yaxshi ma'noda. Shuning uchun men juda orzu qilaman, universitetlarda, institutlarda talabalari ham kelsalar, ko'rsalar va boyaga aytganimizdek, yoshlarga, bir-birlariga o'zlari o'qiyotgan qishloqlardagi farzandlarimizga ham mana shu yangiliklarda, shu imkoniyatlarda yetkazib qo'yishsa biz juda xursand bo'lamiz. Men mana shu institutlaringizdagi bo'lajak turli kasb egalariga, bo'lajak tarjimonlarga, bo'lajak yozuvchi shoirlarga, jurnalistlarga bizlardan ko'ra bir necha pog'ona baland bo'linglar. Bizlardan ko'ra qalamlaring bir necha barobar o'tkir bo'lsin. Tafakkurlaring keng bo'lsin.
mamlakatimizda bugun hurmatli yurtboshimiz olib borayotgan boshchiligida amalga oshirilayotgan tamomila yangi bir tizimni, O'zbekistonni 3-Renessans deb ataladigan katta, juda baland orzular tomon borayotgan qadamlariga hissa qo'shishda ilmli, aqlli, tafakkurli bo'lishlaringni chin yuragimdan istab qolaman. O'qishlariga muvaffaqiyat tilayman. Bugun Dehqonobod mahallasi yoshlari zamon bilan hamnafas. Kutubxonadagi kompyuter xonasi ularga dunyoning istalgan nuqtasidagi ma'lumotlarni topishga ko'maklashadi. Abdusaid Kuchimov nomidagi kutubxona esa ularning eng sevimli maskani bo'lib qolaveradi.